Yo, hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan men bugun Neyzo. Bugun sizlar bilan Robloxda Still on Split videosini qanaqa video o'yinini o'ynaymiz. Qara bo'lmasam videoni boshladik. Mana menga raqibchim mana opponent. O'tir uka. O'tir. O'tirmasak mana qilamiz. Odamni o'zi keladi. Ha, kutib turganda, kutinglar demak, stop qilaman, kelgandan keyin qilaman. Vosh, boshqasi o'lyaptim, lekin yonimizga odam keldi. Endi bunda hozir ko'ramiz nima tushishi va nima bo'lishini. Almashma. Mayli. Spiritni bosamiz. Yes. Hani nima qaldimi? Ha, u meni aldadi. Lekin xafa bo'lmaymiz, chunki bu hali boshlanishi. Tepamdagi yozuvlarni ko'rayotgansizlar, qancha miqdorda pulligini, omadligini ko'rgan bo'lsanglar kerak. U kinnada balapaqillar. O'ynaysanmi? Neydi men bilan, Kelchi, mana Justaqil 2 degan odam bilan o'ynaymiz endi. Qani-ya? O'zimizda bo'lsin akalar. Kech qo'ymaydi. O, blok sanaqa. Uncommon. Hay, nima chiqadi bundan? Balapaqil uchun yaxshi narsa chiqsin. Mayli, musollar uchun split bosamiz. Bunga kerak, menga emas. Yes, ukajonim, yes albatta. Men unaqa naka sololmasman. Bitta musollar uchun naqayam uka. Yaxshi odamman. O'ynaysanmi yana? Kim o'ynamoqchi yana men bilan? BMW 1-2-3 bilan o'ynaymiz endi. Bu ona emasmi? Meni aldab ketgan bola emasmi? Yo'q, onunla qata tanish buni o'z raqamlar. Fushyancha. Split boss kerak emas-ku. O'g'irlamoqchi, lekin men bilmadik deymiz. Split boss qo'yaman. Ben boss qo'ygan ekan. Shu musolni menga berilmoqchi ekan tipi o'zicha. Yemadi-ya, ejali. Menga tiqolmoqchi, o'zi ham oldi lekin. Justaqil 2 bilan o'ynaymiz yana. Mana shu bola uchun yaxshi narsa chiqsin, puli yo'q-chi. Voy, 13 millionga o'tib ketdi ekan. Ko'tim deyversan olmaydimi, men yo'q keldim. Bo'pti, o'g'illar ekan, menga yaxshi farq yo'q. Men yaxshi odamman aka. Yaxshilar, legendani chiqsa ham o'g'irlashga ruxsat beraydim. Mana bu endi yaxshiroq, bundan o'g'irlasa bo'laveradi, buni puli ko'p. Men yaxshi narsa chiqsa o'g'irlashni bosaman. Kelestika 2%. 3 millionga chiqdi narxi. Split. Lekin men o'g'irlashni bosdim. Vosh. Halo, meni skam qilmoqchi bo'lgan ekan men. Yemadimi? Yemadi, akalar, yemadi bunaqalarni. Yemadi. O'zcha necha millionlarda maqtanyapti. 12 millionlarda maqtanyapti-ku Makka. Makka. Moni ko'ryapsanmi uka? Moni ko'ryapsanmi? 92 million 001. Kelchi o'ynaymiz, ko'p maqtanmas. O'ynash kerak. Odamlar aldashga urinyapti-da, bizga. Yomon odamlar ko'pincha. Yaxshi narsa chiqmash uchun ko'tagan to'g'ri qaraylik.
oddiy odam uchun ham bir yaxshi narsa chiqadi olmaydi. Mayli endi split bosamiz bunga. Novichoklar uchun yordam qilish kerak, ularga tipa motivatsiya bo'lishi shu o'yinni o'ynashiga. Yana o'ynaymiz shu bilan. Qanday yaxshilik qilish kerak, odamdan yaxshilik bo'ladi. Sizlardan nima aytdingiz? So'ramabman hol-ahvol. Yaxshimisizlar? Ta'tillar yaxshi o'tyaptimi? Uyda nima gaplar? Agar sizlar men bilan o'ynamoqchi bo'lsanglar, mana kim Neizo pastki chiziqcha yetdi. Tuzga tashab qo'yinglar, hammanglarni bemalol olaman va yanagi videoda sizlar ham men bilan chiqib qolishingiz mumkin. Yoki Instagramdan menga yozasizlar ideyalaring bo'lsa. Instagram nickimni farq qilmaydi. Yezdichu. Onundaqa. Men videoda kommentariyasiga yozib qo'yaman. Tashab qo'yaman. Bu musul narsalar chiqyapti. Faqat omada kelmayapti. Balapani. Bala tezlash vaqti olma. Bola paqa o'yindan chiqib ketdi, shuning uchun boshqasi bilan o'ynaymiz. 1080 ekanmi nomadi. O'yin qotib qoldi akalar. Ya internetim ya o'yin qotib qoldi. Menimcha internetim qotdi. Chivo. Mayli, yana. Bu meni aldamabdi. Kim yana o'ynamoqchi men bilan? Bala paqillar uni maqtanmalaring menga uni. 92 million bo'ldi. 92, sizlarga 12 million. Nimaga? O'zcha kim bildi yaqib toldi o'rnida. Men ancha boyligimni bilmaydilar ekan. Bu ham yarım milliard yig'yapti. Yaxshi. Yana normalnichi, normalni. Normalni chiqquncha video stop qo'yamiz ekan. Yo, mana nihoyat akalar 1,5 million 6 millionlarga chiqdi. Let's split deydi. Yo'q. I'm stealing. Yo'q, stil bosamiz agar biz stilni bosamiz. Ana, aldoqchi. Aldamoqchi bo'ldingizcha. Men lo'qimoqchi bo'ldi bu akalar. Men kimni o'ylayapti bola u? Geni Ultra Pro Max IQ 131 plus odamman men. Lekin ashli seva. Seva shuni. Yo'q, akalar, nima deysizlar? Mana shu yangi o'yinchi ekan. Shunda shuni beraveramizmi? Mayli. Hozir. You can steal. You. Ana o'g'illashga ruxsat beramiz akalar. Bu yaxshi vijdonli ekan. O'g'illab ketishi mumkin o'sha paytlarga. O'tadi aka. Qaranglar. Beg'uborda yangi o'yinchi o'g'illab ketishi mumkin. Let's split deyapti. Qo'syapti, u ham bosganda. Qaranglar. Bosamiz yana dalshi. Yana odamlar yaxshilik qoladi endi. Yo, ibratli video o'tyapti ya, akalar. Bitta odamni skam qilish kerak, ustidan kirish kerak. Endi hali yangi o'yinchidan shunga buloya qilib bo'lmaydi. Ularni umidini sindirmoqchi emasman shunchaki. Agar bir kuchli o'yinchi chiqargan bo'lsa bemalol. Chunki o'zini o'zi ko'tara oladi, chunki uni puli ko'p. Hoy. Nima demadinglar? Mana shu bolani aldamaymizmi? Nima demadinglar? Lekin bu menga umuman kerak emas-da, shuning uchun mayli.
yaxshilik qilamiz balafaqat. O'g'illasa o'g'illavsin, menga farq yo'q. O'g'illamadi, bizdan chidamadi. Nima deylar, bu bolani endi aldaymizmi? 214 minglik narsa chiqdi. Nima deylar? Yo'q, albatta. Meni vijdonimga qo'ymaydi. Shuning uchun split bosamiz. Sizlarga ham tavsiya qilaman, unaqa odamlar bunaqa qilamaslikni. Mana bu ishongan-da menga, ishongan. Yaxshi odam bo'lish kerak. Robux'ini yo'qot. Yo, sekretniy blok tushdi. O, akalar, skam qilamizmi? Hali boy ekan, o'zini bemalol ko'tarib olishga pul yetadi. Uni bosib tashlaymiz. Qaranglar akalar, hozir itini qilamiz akalar. Ustidan qo'rqamiz, kulamiz. Va qarang. Yo, bu ham maskanaga ko't. Qaranglar, hozir buni aldaymiz. Yo, o'g'illama ko't. Ko't, o'g'illama aka. Ko't deshini qilma. Ustidan kuldik. Yo, akalar, ustidan kuldik bu balani. Qaranglar, o'g'illab ketdik. Men o'zimga yangi stol sotib olmoqchi edim, lekin nimadir sotib olib bo'lmayapti. Nimadir? Uni Camel Chair. Ammo sotib olish kerakmi oldin? Sotib oldim, lekin endi bunga pulim yetmaydi. Yo, akalar, qaranglar nima tushdi? 9 millionlik tushdi. Mayli, men bu bolaga ishonyapman, lekin nimadir men shunga ishonyapman. Kelyapti shu bolaga. Meni ko'nglimdan shunga ishondim, narsa o'tyapti-da. Mana akalar, ishonishda oqibati mana. Ko'ryapsizlarmi? Ishonish kerak insonlarga. Nima deylar, skam qilamiz-da. Almanligini boy odam ekan o'zi. Mana, bu emas, bunga kerak emas. Uston qo'rqamiz deb sandim, yomg'irlashtirib tutib. Ko'cha. Mana biz aldadimi? Yo'q, biz aldamadi, bu yaxshi bor ekan demak. Dalcha o'ynash kerak deganlar, men qayerda yo'q qoldim. Teki tuxumli ekan. Kerak qo'ygan kerak emas unda. Xo'sh do'stlar, mana bilatimiz o'zbek ekan, Shadowme. Shu bilan o'ynamoqchi edik, bilatga taklif berib, videoga qatnashishni xohlaysizmi? Sen mayli deyishdi, ya'ni balki olmasan kelib narsa chiqib qoladi. Yo'q, chiqmadi. Yo'q, olmadan kelmagan. Nima bo'lyapti? O'yinni bagani bo'layotgan. Mana tushdi, nima tushdi? Men bilib ham bo'lmadi, ko'rib ham bo'lmadi, lekin Xudo obna ham bo'lib qo'ysalar yaxshi bo'lardi. O'yindan ketishdi, nima kerak. Yana o'zbek bilarimiz qaytibdilar. Qani, olmadimiz kelsalar, berib olaman balki bularga. O'zbekliklar uchun. O'zbegim uchun jonim fidomi? Hozirlarda uni ibratli emas, lekin do'stlarim o'zbekni paddeshga qilmasa kim paddeshga qilsin? Bu bilat meni eski do'stim edi. Xo'sh akalar, sizlar bilan bugun men Neyzok bo'ldim. Bugungi video tugadi, mana bilatim ham yonimga keldilar va hamma